Deyl Karnegining Do'st orttirish kitobini va nihoyat oxirgi chapteriga yetib keldik va unda aytish bo'yicha odamlar sen xohlagan ishni xursand bo'lib qilsin degan mavzu ekan. Bu nima degani, qanaqa qilib ishlatamiz hayotimizda? Bularni hammasini video davomidagi hikoyalardan eshitib bilib olsanglar bo'ladi. Kitobda berilgan birinchi misolda Vudro Vilson, Amerikaning 28-chi prezidenti, qanaqa qilib o'sha 1915-yilda Yevropa davlatlari o'rtasida bo'layotgan urushni to'xtatish uchun, sulh tuzish uchun harakatini ko'rsanglar bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib o'sha kimnidir jo'natish kerak elchini va o'shani o'rtasida Kolonel degan odam men boray, men boray, men borsam yaxshi bo'ladi, men hal qilishga harakat qilaman, nima desa bo'ladi, men o'zimga ham foyda bo'ladi deb aytib turgan payti o'sha prezident Woodrow Brain degan odamni jo'natadi va lekin Brain bu yomon xabarni qanaqa qilib koloniyaga yetkazishni bilmaydi. Xuddi shu prinsipdan, biz aytmoqchi bo'lgan prinsipdan foydalanadi. Oldiga boradi, misol uchun aytadi, sen agar borganingda seni o'sha mashhurliging uchun, sal mashhurroq bo'ladi. Sen mashhurligi uchun hamma xavotir olib, nimaga bunaqa to'planish bo'lyapti, nimaga bu keldi degan savollar bo'ladi, mashmashalar ko'payadi. Undan o'rniga prezident shuni ma'qul ko'rdi, men borsam unchalik katta problemalar bo'lmaydida, birpasda ishni bitirib kelaman deydi. Ya'ni chiroyli tushuntiryapti. O'zi aslida prezident tanlagan. Misol uchun aksini aytganda, seni loyiq deb bilmadi, men borishim kerak ekan deganda, qanchalik ko'ngli sovurdi o'sha hozir kolonel degan odamni. Ikkinchi misol qilib, Jeff degan o'rta yoshli kishini misol qilib beradi, va u nima deydigan bo'lsanglar, hovliga tushib qolgan noklarni terishga eringan, ya'ni misol uchun tasavvur qiling, 50-60 yoshdasiz, siz har kuni shu noklarni terib qo'yishingiz kerak va u sizga ortiqcha yuk, va siz rostdan ham buni qilgingiz kelmaydi, yoqmaydi. Xuddi shu holat Jeffda ham kuzatilganda, u o'sha nabirasimi, o'g'limi shunga yuklash kerak bo'lgan. Va aytadi u, misol uchun sen menga yerdan bir paqir nok terib bersang, o'sha tushib qolganlarni men senga $1 beraman. Lekin o'sha o'rnida qanaqadir noklar qolib ketadigan bo'lsa, sen menga $1 berasan. Ya'ni o'sha men bergan $1 olaman. Shunaqa deal bilan o'sha bolalar ham xursand. Misol uchun aytsa bo'ladi, bizdagilarga o'xshab, misol uchun bizni o'zbeklarga o'xshab, yo bo'lmasam boshqalarga o'xshab, bor qilib qo'y. Misol uchun nevarasi yo bo'lmasam o'g'li gapirib o'tadi u. Lekin yaxshi tushuntirish bilan unga ham mana o'yin qilib, chunki yosh bola bo'lishi mumkin, 7 yosh, 8 yosh. Misol uchun men yoshligimda menga qanaqadir ish buyurishsa, ayniqsa PUBG o'ynab o'tirgandim. O'sha payt PUBG o'ynardim kichkinaligimda. Umuman yoqmasdi. Hech qachon misol uchun voy xo'p bo'ladi hozirda deb ishni qilmaganman. Lekin hozir misol uchun ish qilsangiz ham ota-onangiz bo'lmasam bu obvious hurmatidan misol uchun unaqa jerkib bermasdan yo bo'lmasam xafa bo'lmasdan qilasiz, lekin o'sha payt kichkinaligingizda bu narsa xayolingizdan o'tmaydi. Xuddi shu holatda Jeff misol uchun unga ham o'yin tarzida, ya'ni misol shunaqa qilsang, men senga $1 beraman. Lekin sen yerdan o'sha nok topib oladigan bo'lsam, men ya'ni sendan o'sha $1 olib qo'yaman deydi. Ikkinchi hikoyada Deyl Karnegini o'zini kursini tamomlagan Gunter degan odam bitta joyda menejer bo'lib ishlar ekan va uni qo'lida bitta ayol ishlar ekan. O'sha ayol misol uchun sotishda qarashadigan, shunaqa yumushlarga qo'shib, narsalarni, tovarlarni narxlarini yopishtirib chiqish kerak bo'lar ekan. Va kim unga aytsa ham, misol uchun yopishtirib chiqmayapsan, yo bo'lmasam eskalari qolib ketyapti, shularga qarab qo'y deb dakki bersa ham, eslatsa ham hech qanaqa natija bo'lmabdi. Va o'sha menejer shu narsani o'rganganidan, o'qigandan keyin uni taytlini, ya'ni nomini shunaqa misol uchun inglizchada boshqa chiroyliroq chiqishi mumkin. O'zbekchada misol uchun narxlarni belgilab turuvchi palonchi, misol uchun ishchi yo bo'lmasam vakil yo qanaqadir shunaqa chiroyliroq nom qilib berganda, bundan keyin shu ishlarni bajaradigan bo'ladi. Ya'ni o'zini eski ishini ham bajaradi, lekin o'sha price taglarni ham yopishtirib chiqadi. Ya'ni nima desa bo'ladi, qissadan hissa deydi shu, siz odamlarni siz xohlagan ishni qilishidan xursand qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunaqa qilmasangiz ham ishingizni bajarishi mumkin misol uchun, lekin xursand bo'lib bajarmaydi. Ishni effektivnesi, ya'ni o'sha nima desa bo'ladi, foydaliligi, samaradorligi tushib ketadi yo bo'lmasam umuman oshmaydi. Lekin siz shu prinsipni ishlatadigan bo'lsangiz, 2 baravar, 3 baravar oshishi mumkin. Chunki odam xursand bo'lganda baribir ham
ishlagisi keladi yo bo'lmasam хотя бы ishlagisi kelmaydi emas.